Assalamu alaykum. Bugün 2021 yıl 4. ayının 17. günü. Bugün Ramazan'ın 5. günü ekan. Yağmur yağdı da Mustafa. Bu çiçek. Şunchalik chiroyli etilib uzun vaqt turdi ekan bu. Etilgandan keyin hali uzun ketdi bu etilib to'g'ri. Lekin bizning to'kilmay shundoqmi yaxshi turyapti. Güzel yeşilçilikni hep koyaydı ben. Hem de bugün mahçı degende gülxen termoqchi, gülxenning urug'ini ko'raman. Şu gülxenisi bunu yapınca Hosenka dedikken İngilizcesiga Garden Balsam deb isim qo'yibdi bu urug'ning nomini. Gülxena agar yaxshi ay bo'lib, haqiqiy bizning tirnoqlarimizga qo'yg'idek qiyin bo'lib qolsa, mush yozliqdan bo'lsa, yozliq ta'tillarda ulgursa shu chog'da bolalarga, qizimning alqiniga, kichik vaqtlarimiz biz xuddi qiyin qo'ygandek bir qiyin qo'yib boqaymikin deb o'ylab, bu atiyazimni shuni termoqchi bo'ldim. Qani birlikda urug'ni terayli aldolaman. Bu urug'ni ajoyib. Urug'ni ochdim, mushta urug'dan chiqdi ekan. Bu urug' men gülxenaning urug'ini tunmaydi ekanman. Burun kichik vaqtlarimizda qo'llarimizga, alqanlarimizga yurtlab borganda yoqqan bo'lsaqmi, urug'ini ko'rib boqmoqdi ekanman. Urug'ini mana shunday bo'ldi ekan. Qushaq tashladiklar. Buni ko'ralmi? Endi ma to'pa tashlashning to'pisi tayyordi. Mana shunga. Buni xil jihvaga azroq bir qismini oldim. Tashlashga mumkinchilik bo'lgan ekan. Şunu bir ter bakay. Kolum hazır. On tuttalır hattım ya. Sana baksam şu an. Şundan işte 10 tuttal düşmüş. Hala yaladım. Bazı yerler işkitaldan düşmüştüm maydı bunu alacağım. Urug'imizni silib bu to'pining rangiga o'xshashli bo'lgandan keyin urug'ni farqlantirmak tezroq ekan, rangimi, holatimi o'xshash bo'lgan ekan. Hozir o'shaga urug'larni sap bo'ldi, mana men yiqiltib kesasam mush şu mana urug'. Kichik o'g'ash ham kichik ham rangi o'xshab qolg'ashqa farqlantirish biroz qiyin ekan. Endi qo'yga buni ustini biroz yeptimiz nima. Halqa hikoyamizdagi qo'zaz o'sildiki almichoqning bog' o'stirishi deganda mustaq top etizlik berib urug' teriydigan tashkillarni qilib urug' terib ustini top yulayib Doğru oldu. Bizim şu başka şu çıksak oldu. Sizlerine yettim. Endi suda suğurup koyman. Bu topunu öz beklam kuruğaq top emasdi, nemerekdi. Şuna men bunu müşünde bir suğurup koysam da buldu. Topumuz be kuruğaq halet top qalsa, onu şu təşdəklə tigidin su çıxıdaq dərəcədə suyunu yaxşı qoyub tuncuqdan başlaq suğurup koysaq oldu. Təsləbdik vaxtda. Bu topam nem boğaçqa hazırmış yeterlik oldu. Terip koyduk. Endi bununla bugün 4. ayının 17. günü bo'lgan ekan. Qachon teriganligini unutqanmaslik uchun terigan vaqtini yezib qo'y. Qancha vaqtda o'sib chiqishini yezib qo'ydim. Gülxena 4. ayının 17'si bugün shanba bo'lgan shanba kuni. Buni endi shanba qisqacha qo'ysam unutqanmayman degan gap. Qachon teriganligini. Bu bilan gülxenni tunjiqdan terib qishim urug'i qancha vaqt o'sib chiqadi ekan. Endi cho'kimizning yog'ochlari bilan turishda xalqqa narsaga yezib shunday qilib qo'ysak tig'imi yaxshi bo'ladi deb o'ylayman. Buniki o'ziniki biz keyin ketib qarab boqsak buniki urug'ni
terdiğen vakti urukni soğuğa qaraq jaylar bolsa 5-nji aylardan başlap terisi bilken. Illi qaraq jaylar bolsa bizniki hazır mawu 3 xil renkken kökala tikse soğuq jaylarda 5-nji aylarda ara navala 50 damak şu çağda ekin urugany terisi buldu da bizipdi. Ondan diken apelsin renglik kısım illi qaraq jaylar. Bu ya 4-nji ayning o'ttirdidan başlap urug terisi 6-nji ayning başlarıgacha bu arlıqda arlıqda urug terisi buldu depdi. Issiq jaylarda bolsa 4-nji ayning bişidilam başlap 6-nji ayning o'ttirlarıgacha bu arlıqda arlıqda kalan vaqt urug terisi buldu depdi. Endi buningki üsüp bizning qulumuzga xeyni qo'ygudek buldigan vaqtlari shu baldırımız 7-nji ayning o'ttirlaridan başlap taki 9-nji ayning ahirlarigacha müşarlıqda tazib gül xenini qollarımızga qo'ydigan vaqtlar. Shunchalik yaxshi ey bo'lalsa shu vaqtlarda qolimiz xeyni qilib qo'ya oladiganmiz degan gapga. Böyle bolsa biz kichik vaqtlarimizda yurtlar shu yozliq ta'tilda borganda yozliq ta'tilda qollarımızga xeyni qo'yib qo'ydigan teras. Bu mening terig'inim balarimning qo'liga qaysi vaqt xeyni qo'ydigan o'ldirdik qani. Ko'rib baqayli. Bundan biz bugungi gulxen terishimiz mush yerga chiqsin.